Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Tramp Grenlandiyani egallamoqchi. Daniya va Grenlandiya rahbarlaridan keskin javob. AQSh prezidenti Donald Trump yana bir bor xalqaro maydonda shov-shuv ko'tardi. U Grenlandiya orolining AQSh milliy xavfsizligi uchun o'ta zarurligini ta'kidlab, ushbu hududni qo'shib olish niyati borligini takrorladi. Trumpning so'zlariga ko'ra, Daniya orolni himoya qilishga qodir emas va u yerda Rossiya hamda Xitoy kemalari ko'payib bormoqda. Grenlandiya bosh vaziri Jens Frederik Nielsen bunga javoban: "Yetar endi. Annessiya haqidagi fantaziyalarni to'xtating", deya keskin munosabat bildirdi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen esa Trumpning iddaolarini mutlaqo asossiz deb atadi va Grenlandiya sotilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Venesueladagi so'nggi voqealardan so'ng Trumpning bu bayonoti Yevropa ittifoqi va NATO ittifoqchilari orasida jiddiy xavotir uyg'otmoqda.